Bugun Suhrob akam bizni restoranga olib boryapti. Olma meni. Humoyun aka peshonasi yaltiragan bola ekansiz-a? Judayam. Oo, siz vashshi. Meniki nur sochyapti. Nur sochyapti. Men Lipton ichibman. Katta bolalar restoraniga katta opa bo'lib kelyapti. Xullas Suhrob akam bizni Nazir Bobo degan Farg'onadagi nomer 1 restoranga olib keldi. Kirishdi o'zidan mana appetitlarim ochilib ketdi. Atmosferaga biz umuman gap bo'lish mumkin emas o'rtoqlar. Kraslab prosta narsa yeb o'tirgilar keladi xolos. Salqin, shinam, har bitta xonasi alohidadan o'ralgan. Suhrob aka, nima ovqat berasiz? Nima yegan kelsa berasiz? Yo'q. Nimaga? Vau, rahmat. Ofitsiantlar bo'lsa hurmat bilan hammasini joy-joyiga qo'yib, takkoy xizmat qilib qo'yishar ekan bori. Shunaqa yoqdi. Mana-buchi o'rtada shashilab pishishini qaranglar. O'zimiz pishirdik boru. Kelib qolinglar, shashilab. O'zimiz pishirdik desam yolg'on bo'lib qolar ekan. Bu o'zini o'zi aylantirib takkoy bo'lib pishar ekan. Dasturxonga gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. Ko'zingizni kuydiryapman. Voy ko'zim kuydi, voy. Bu yerda kelib bemalol hamkasblar bilan ish yuzasidan gaplashsalaring bo'ladi. Sevishganlar kelib отдельный kabinetchasida o'tirsanglar ham bo'ladi. Takoy lyoqki banketchalar ham o'tkazib yuborsalaring bo'ladi. Bori o'rtoqlar, bir marta kelsanglar qayta keladigan bo'lasizlar. Narxi ham arzon, ham puliga vashshi stoyib turadigan restoran ekan. Men maza qildim. Gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. Bir marta kelib ko'ringlar, mana aytdi deysizlar. Komplimentlarni yorvorishar ekan o'rtoqlar. Biz maza qildik, gapimga javob. Keladiganlar uchun manzil Voyenniy gospitaldagi Nazir Bobo restorani.